Assalomu alaykum aziz televizion ko'ruvchilar. Bugun juma hijriy shamsiy 1395-yil Dalu oyining 22-kuni va milodiy 2017-yil fevral oyining 10-kuni. Afg'oniston va jahon yangiliklariga xush keldingiz. Boshlab xabarlar sarasi. Qandahor viloyatida sinabag'al va chechak kasalligi bois 40 bola o'lgan. Javzjon viloyatida Amir Alisher Navoiyning 576-yil tug'ilgan kunidan nishonlangan. Amerika va Rossiya o'lkalari terroristik guruhlar qarshisida kurashishda qaror olgan. Xabarlar boshlanishida Javzjon viloyatining siyosiy va ijtimoiy shaxsiyati Mirzo Abduraufxon vafoti munosabati bilan Jamhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari Alhoji Sirjanrol Abdurashid Do'stumning qayg'udoshlik payomiga tavajjuhlaringizni qarataman. Javzjon viloyatining siyosiy va ijtimoiy shaxsiyati Alhoj Mirzo Abduraufxon vafoti munosabati bilan Jamhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari Alhoji Sirjanrol Abdurashid Do'stumning qayg'udoshlik payomi. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'plab qayg'u alam bilan xabar bo'ldimki, Javzjon viloyatining siyosiy va ijtimoiy shaxsiyati Alhoj Mirzo Abduraufxon yo'liqqan kasalligi bois dunyodan o'tib, Ulug' Tangri taolo dargohiga qo'shilgan. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Men marhumini juda yaxshi tanirdim. Marhumi 50 yil umrini sodiqlik bilan o'lka va xalqining yo'lida sarf etib, yaxshilik bilan ma'muriyatini anjom berib, taqoat qilgan. Marhum Mirzo Abduraufxon Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish hizbining fidokorlaridan bo'lib, junbishiylar bilan birlikda kurashgan. Men marhumining vafotini buyuk zoya bilib, Ulug' Tangri taolo dargohidan joyi jannati Firdavs va keyinida qolgan oila a'zosiga sabr va chidam orzu etaman. Amin yo rabbal alamin. Jamhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari hamda Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish hizbining rahbar va asoschisi Alhoji Sirjanrol Abdurashid Do'stum. Herot viloyatining qamoqxonasida bo'lgan bir qator ayollar qaziyasi barrasi bo'lmaganidan tanqid etib, davlatiy maqomlardan yaqin zamonda qaziyasi barrasi bo'lishini so'raganlar. Boshqa bir tomondan ham Herot viloyati Soronvollik idorasining boshlig'i qamoqxonada bo'lgan ayollar so'zini rad etib, afu jamhur rais tomonidan sodir bo'lishini aytgan. Bu yer Herot viloyatidagi ayollar qamoqxonasidir. Hozirlab ushbu qamoqxonada 147 ayol turli jinoyatlar bilan bu yerda hayot kechiradi. Ushbu qamoqxonadagi ko'plab ayollar parvandalariga yetishmagani uchun xavotir bildiradi. Ular hech qanday bir jinoyati bo'lmay, ko'p yillardan beri mazkur qamoqxonalarda hayot kechirishdan so'zlaydilar. Qamoqxonalardagi ayollar hukumatdan istaydi, parvandalari to'g'risida jiddiy qarashib, o'lka jamhurligi tomonidan sodir bo'layotgan kechirimlarga qaror bo'lmaganlari ustida ta'kid etmoqdalar. Men odam o'g'irlash jurmida qamoqdaman. Meni qaysi gunohim yo'q. Gunosi bo'lganlar pora berib qamoqdan oshiladilar. Men 3 yil 1 oy bo'ladi qamoqdaman. Menga ibro bergan bo'lsalar ham bu yerda saqlaydilar. Holda Herot qoralovchilik idorasi ushbu so'zlarni rad etib aytishicha, har bir kechirish buyrug'i jamhuriyat riyosati tomonidan sodir etiladi. Biz bu to'g'rida hech qanday mas'uliyatimiz yo'q. نهایت جدیت سانوali و محاکمی هست که هر قضیه در اسرای وقت از او بخصوص boshqaruvchilik idorasi va mahkama o'z ishini yaxshi suratda bajaradi. Af va taxfif jumhur boshliq tomonidan sodir bo'ladi. Bizlar af va taxfifga barobar bo'lgan kishilarni dossiyalarni yaxshi suratda tekshirib, af va taxfifga barobar bo'lganlarni qo'yib boramiz. تخفیف من فکر میکنم که جانب خانم ها رو بیشتر میگیرن، یعنی امتیاز بیشتر به خانم ها داده میشه. Herot viloyatidagi ayollar qamoqxonasining mudiriga ko'ra, o'tgan yil ichida 80 dan ortiq ayol qamoqchilar jamhuriy riyosat buyrug'i asosida qo'yib yuborilib va bir qanchasi ham kechirim mavridlarida qaror topgan edi. Joriy yilda bu qamoqdan 85 ayol jumhur boshlig'ining buyrug'i va 38 ayol ham maktub orqali qo'yib borilgan. Herot qamoqxonalardagi ayollar turli jinoyat, shu jumladan odam o'ldirish, odam qochoqlantirish, o'g'irlik va boshqa ayrim jinoyatlarda qamoqxonalarda tushgan. Mazkur qamoqxona mas'ullari aytishicha, ushbu qamoqxonadagi ayollarning qamoqda qolish muddati 6 oydan to 20 yilgacha ko'zga tutilgandir.
Turkiy va dari tillarining mutafakkir hamda buyuk shoiri Amir Alisher Navoiy va she'r dunyosidagi kuchli shoir Zahiruddin Muhammad Boburning 576-yil tug'ilgan kunidan Jazjon viloyatida nishonlangan. Ushbu ehtifolda bir qator kishilar suhbat qilib, Amir Alisher Navoiy yozuvchi, shoir, siyosiy mudabbir va buyuk shaxsiyat bo'lganini aytib va uning faoliyatlaridan yaxshilik bilan eslaganlar. Ushbu ehtifol Jazjon viloyatining Itloot va farhang riyosatida o'tkazilib, unga bir qator shoirlar, yozuvchilar, farhangiylar, o'qituvchilar va yoshlar qatnashgan. Ehtifolda suhbat qilgan shaxslar ilmiy va farhangiy siymolarning maqom va manzilatidan nishonlashdan hadaf o'lkaning shon va tamadduniyatidan nishonlash deb va biz eski buyuk farhangimiz hamda tamadduniyatimizdan ilhom olib, ilm va farhangimizni kuchlantirishimiz lozim deganlar. Uning bog'larida minglab buyuk ijodkorlar bor. Ular har biri bir xazinaga misol. Ammo serqiralikda, sermahsullikda, badiiy barkamollikda Navoiy va Bobur ijodi betikrordir. Ilmiy va badiiy ijod olamida shunday ijodkorlar bo'ladiki, ularning avvalo o'z xalqining asl farzandi, millatining faxr va iftixori bo'lishi bilan birga bir mamlakat, bir millat doirasidan chiqib, umum bashariy ahamiyat kasb etadilar. Navoiy va Bobur ana shunday siymolar sarasiga kiradilar. Ular serqirrat, talant va iste'dod sohiblari bo'lsalar-da, mumtoz adabiyot tarixidagi با مناسبت بزرگداشت از 576مین سالزاد امیرالکلام امیر علیشیر نوایی و 534مین سالزاد ظهیرالدین محمد بابر، دو تن از شخصیت‌های بزرگنام کشور. به نام آن حکیمی که انسان را از کتم عدم به صحرای وجود درآورد، به او خرد داد و دانایی را معیار برتری او قرار داد. Ana sholda bir qator shoir Afg'oniston tarixida durug'shon bo'lgan 9-qarn haqida ma'lumot berib va 9-qarnda farhang va adabni rushd berishda Amir Alisher Navoiy ko'plab hissa qo'shgani ustida ta'kid etib va Navoiyning oti Xuroson va Hirot viloyatida unutilmasligi mumkin deganlar. Hajm nuqtai nazaridan ham uni o'sha davrda uni o'sha qilgan xizmati qolgan Navoiydan oldingi buyuklarimiz, shoirlarimizga nisbatan ham, undan keyingi yozuvchi shoirlarimizga nisbatan ham uni qilgan xizmatlari tengi yo'q. Radif she'rda ifodalanayotgan yetakchi fikrni ta'kidlash, o'quvchi e'tiborini asosiy mavzuga jalb etib, hamda she'rning musiqiyligi va jarangligini ta'minlaydi. Mulki dil, mulki suxan آباد رورگر استوار، ملک دل ملک سخن آباد رورگر استوار، پای دیواره وزم ildiz manu bunyod man. Yer bilan yaksona bo'lgan xuddi Turonni ko'r. Ul jalol va azmat o'tmishlaringni esga ol. Bul muzillat davr nakbatbor Turkistonni ko'r. Toj و taxting va dariqa kimlarga bo'ldi nasib. Ushbu jabr tarix bul istame davronni ko'r. Amir Alisher Navoiy Timuriylarning buyuk siyosatchisi hamda farhangisi bo'lib, milodiy 1500-yilda Hirot viloyatida dunyodan o'tgan. Xabarlar qisqa tanaffusdan keyin davom etadi. واقعیت‌ها را در آینه تماشا کنید. Qandahor viloyatida sinabag'al va chechak kasalligi bois 40 ga yaqin bola jon bergan. Qandahor viloyati kasalxonasining rasmiylari so'zga ko'ra, qish fasli yetib kelgani bois sinabag'al va chechak kasalligi ushbu viloyatda ko'payib,
va o'tgan bir oyda 37 bola sinabag'al va chechak kasalligi bois jon bergan. Ana shu holda kasalxonadagi doktorlar Qandahor viloyatida ushbu kasallik raqami ortgani to'g'risida oilalarni muqassir bilib, zamonida bolalar vaksin bo'lmayishini aytgan. Qizamiq va sinabag'al kasalligi o'lkadagi rivoj bo'lgan kasallardan sanalib, ushbu kasallik o'ngini olishi vaksin tatbiq etilishdadir. Biroq oilalarning vaksin etish bo'limlarida tavajjuhsizligi bois bo'lgan ushbu kasallik o'lka ayrim mintaqalarida ko'paysa, Mirvays Qandahor kasalxonasining mas'ullari aytishicha, joriy yil ichida ushbu kasallik Qandahor viloyatida yuqori ko'lamda qaror topgan. Uning ta'kidlashicha, o'tgan bir oy ichida 37 kichik bola ushbu kasalxonada sinabag'al va qizamiq kasalligi bois o'z hayotlarini qo'ldan bergan. Sinabag'al va qizamiq kasalligi juda ko'paygan. Bir oy ichida bu kasalxonada 37 bola sinabag'al va qizamiq kasalligiga yo'liqqani sabab halok bo'ldi. Ayrim doktorlarga ko'ra, ushbu kasalliklarning ko'payishi va ko'plab halokati ushbu kasallarning vaqtida vaksin barnomalaridan foydalanilmasligidadir. Ayni holda Qandahor markaziy kasalxonalardagi mas'ullar aytishicha, qizamiq va sinabag'al kasalligi Qandahor viloyatining ko'plab tumanlarida ko'paygandir. Yo'llarni qamalgani va notinchlik vaziyati yuqori ko'lamda bo'lgani ko'plab kichik bolalarimiz o'z hayotlarini qo'ldan berishiga sabab bo'lgan. Ushbu paytda ko'plab kichik bolalar Qandahor kasalxonalarida darmonlashga qaror berilgan. Ularning vaziyati unchalik yaxshi emas deyiladi. Bu yerda bolamni olib kelganman. Kasalligi juda og'ir. Sinabag'al kasalligiga yo'liqqan. Doktorlar yaxshi qaramaydi, imkoniyat ham juda oz. Bu yerda bolalar juda ko'p. Doktorlar kasallarga eshita olmaydi. Bizlarga boshqa kasalxonalarga borishimizni tavsiya qiladilar. Qizamiq va sinabag'al kasalligi yuqma kasalliklar qatorida bo'lib, bir insondan yana bir insonga osonlik bilan yuqib qoladi. Ayrim doktorlar ushbu kasalliklarning ko'payishi, oilalardagi o'zboshimchalik darmonlashi, markaziy doktorlarga murojaat etmasligiga unvon qiladi. Afg'oniston yoshlari xorijiy tillarni o'rganishi Turkiyaning asosiy hadaflaridan bo'lgan. Turkiyaning Afg'onistondagi kengaytirish idorasining boshlig'i Sulaymon Shohin 6 oylik kursni o'qib bitirgan o'quvchilarga san'at berish marosimida suhbat qilib, Teko daftari Ma'ruf yonboshida Afg'oniston yoshlariga xorijiy tillar, ayniqsa turkiy tilni o'rgatishda talosh qilishni aytgan. Ana shu holda Emergency kasalxonasining mo'tadlar omiri doktor Jovid do'st va birodar Turkiya o'lkasining yordamidan minnatdorlik bildirib, xorijiy tillar, ayniqsa turkiy til juda muhim bo'lgani ustida ta'kid etgan. 40 dan ortiq madaniy faollar va rasona ishlovchilari Turkiyaning Afg'onistondagi kengaytirish idorasi yoda Teko daftari tomonidan boshlatilgan 6 oylik turkiy til kursini bitirib, san'at olgan. Ushbu e'tifolda Teko daftarining boshlig'i Sulaymon Shohin suhbat qilib, madaniy faollar hamda rasona ishlovchilari 6 oylik kursni bitirganidan xursandlik bildirib, Teko daftari Ma'ruf yonboshida Afg'oniston yoshlariga xorijiy tillar, ayniqsa turkiy tilni o'rgatishda talosh qilishni aytgan. Projesinin sertifika törenini yaptık. Bu medya kurumlarımızdan birisi de yine Afganistan'ın ilk özel televizyon kanalı olan Ayna TV'ydi. Ayna TV'de de medya mensubu arkadaşlarımız oraya gönderdiğimiz öğretmenlerimiz ve kitaplarımız aracılığıyla Türkçe eğitimi aldılar. Biz istiyoruz ki Türkçenin doğduğu, geliştiği bu topraklarda Türk dili biraz daha fazla kullanılsın, öğrenilsin. Afg'oniston va Turkiya o'lkalarining siyosiy va yordamchilik robitasi juda yaxshi bo'lib va necha yillardan buyon davom etmoqda. Lekin Afg'onistonda turklar bo'lgani esa ikki o'lka robitasi ustida muhim ta'sir tashlagan. Turkiy til mintaqa va dunyo bo'yicha muhim tillardan hisob bo'ladi. Ana shu bois turkiy til yalg'iz turk taborlar uchun emas, balkim barcha uchun juda muhim bo'lgan. Bular har doim Afg'oniston davlatini ayrim bo'limlarda yordam berib kelgan. Men bugun Omad sog'liq vazirligi tomonidan bu vazirlikka yordam berganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. کارهای بسیار بزرگی را انجام دادن که قلباً سپاسگزاری میکنم.
boshqa bir tomondan ham kursdan forig' bo'lgan xonim Suhaylo Hakimiy Tiko daftari tomonidan turkiy til kursi boshlatilganidan xursandlik bildirib, turkiy til o'rganishni istaydigan kishilar uchun eng yaxshi fursat bo'lganidan xabar bergan. در مدت 8 ماه ما 2 کتاب از این را خواندیم. بسیار بر ما Bizlar 8 oy ichida turkiy tilida 2 kitobni o'qidik. Bizlarga juda foydali tamom bo'ldi. Bizlarga bundan buyon ham dars berishlari kerak. Chunki bizlar Afg'oniston turk qavmlaridanmiz. Bizlar turk tilini o'rganishimiz kerak. Aytish lozimki, do'st va birodar Turkiya o'lkasi necha yillardan buyon Afg'oniston ma'rifiga yordam etib kelmoqda va har yil afg'onlar uchun tahsil zaminasi yaratilib, minglarcha o'quvchini Turkiyada tahsil qilish uchun olib ketadi. Jazjon viloyatida Qizil Oshning ishlovchilari Doish guruhi tomonidan o'ldirilgani uchun toliblar guruhi qayg'udoshligini bildirib, ushbu sozmondani faoliyatiga davom berishini so'ragan. Bundan 2 kun oldin Jazjon viloyatining Qo'shtepa vulosvoligida qurolli shaxslar Qizil Och qo'mitasi ishlovchilari ustida hujum etib, natijada 6 ishlovchini o'ldirib va boshqa 2 ishlovchini esa o'zlari bilan Nobilli mintaqaga olib ketgan. Ana shunda Qizil Oy qo'mitasi payshanba kuni bir e'lomiyat tarqatib, faoliyatini to'xtatganidan xabar bergan. Juma kuni toliblar guruhi bir e'lomiyat tarqatib, Jazjon viloyatida Qizil Oshning ishlovchilari Doish guruhi tomonidan o'ldirilgani uchun qayg'ulanganini bildirib va ushbu qo'mitadan faoliyatiga davom berishini so'ragan. Aytish lozimki, tarqalgan e'lomiyada Xalqaro Qizil Och qo'mitasi 3 dahadan buyon Afg'onistondagi kambag'al oilalarga yordam etib kelayotgani aytilib va ushbu qo'mita yordami kambag'al oilalar uchun muhim bo'lgani yozilgan. Ayni holda toliblar guruhi afg'onlar bashariy hamda sog'liq xizmatlarga ehtiyoji bo'lganini aytib va ushbu qo'mitadan faoliyatiga davom berishini so'ragan. Tarqalgan e'lomiyada toliblar guruhi qo'lida bo'lgan mintaqalarda Qizil Oshning amniyatini olish uchun jiddiy shaklda tadbir olgan. Bundan 2 kun oldin Jazjon viloyatining Qo'shtepa vulosvoligida qurolli shaxslar Qizil Och qo'mitasi ishlovchilari ustida hujum etib, natijada 6 ishlovchini o'ldirib va boshqa 2 ishlovchini esa o'zlari bilan Nobilli mintaqaga olib ketgan. Qaziya yuz berganidan so'ng Doish guruhi ushbu qaziya mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan edi. Ana shunda Qizil Och qo'mitasi payshanba kuni bir e'lomiyat tarqatib, faoliyatini to'xtatganidan xabar bergan. Xabarlar qisqa tanaffusdan keyin davom etadi. واقعیت‌ها را در آینه تماشا کنید. Payshanba kuni Rossiyaga tegishli bo'lgan uchoqlar hujumida ishtibohan 3 turk askari Suriya o'lkasida o'lgani bois Rossiya o'lkasining jamhur raisi Vladimir Putin Turkiya Jamhuriyatining jamhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbat qilib, o'z qayg'udoshligini bildirgan. Aytish lozimki, telefoniy suhbatda ikki o'lka jamhur raisi terroristik guruhlar barobarida kurashish va Suriya o'lkasidagi tahavvulotni barrasi qilganlar. Ayni holda ikki o'lka jamhur raisi Doish guruhi nobud etilishi uchun qo'shma harbiy amaliyotlar davom etishda kelishganlar. Jazjon viloyati Sho'burg'on shahrining Pulxorosxon maydonida o'g'loq yorishmasi bo'lib o'tib, unga yuzlarcha o'g'loq sevar kishilar qatnashgan. Ushbu o'g'loq yorishmasiga Jazjon va Sarpul viloyatlari hamda Andiqo'y va Oqcha vulosvorliklarining chopandozlari qatnashgan. Aytish lozimki, birinchi oxir o'g'loqni Jahongir Pahlavon To'laysuvor oti bilan va oxir o'g'loqni esa Najibullo Pahlavon To'laysuvor oti bilan doiraga tashlab baxshishni olgan. O'g'loq o'yini Afg'onistonda yashaydigan turk taborlarining farhanglaridan bo'lib, har yil qish fasli yetib kelishi bilan Afg'onistonning ayrim viloyatlarida bo'lib o'tadi. Akbarda pishirib chiqdilar. Bir shira qaytarib, qaytarib. Ey valaynolar. Ey nomu xudo, alam. Bir chak. Ko'tarmaylar, bir chak.
Jor. Ha, Nazirullah jona. Ana Jurgus ne keldi, kim bo'lsa? Her olma, ki bo'ldimi rasla? Bo'ldimi? Yo'l manachi bunga qo'ravom. To'lay so'rda o'tirgan o'jayni oxirida jurga ketirib, joyasiga yetib o'jaydan ko'tarib Qadrli televizion ko'ruvchilar, ushbu soat yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Texnikdagi barcha yordamchilarimdan minnatdorlik bildirib, to'yina uchrashguncha har biringizni Alloh pokka topshiraman. Xayramon qolinglar.